Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Sayohat va dunyo programmamizga xush keldinglar. Bugun birinchi sonimiz Fransiyaning Parij shahrini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Parij shahri, ya'ni hammalarga bilishlik bo'lgan bir ism va bu Fransiyaning ham poytaxti emas, balki dunyoda hozir atilayotgan shaharlar ichida dunyoning markazi nomida atilib kelmoqda bu. Bugün Paris şəhərinin bütün işini ayınıb, sizlər bilan bir iş günlük müşahidəki səyahatimizni sizlər göstərişimiz. Paris nəhayət çoğ bir şəhər. Bunu herhalde yarım saatlik bir programıga orlaşdırış nəhayət təsvir mümkün. Amma biz sizlərə ən mühim, ən çiraylıq yerlərini göstəriş arqılıq sizlərni Paris şəhəriga kelgəndək bir halətə kelimiz. Fransiya Batur, erkin adamlar devleti degan nomi bilan dunyoga mashhur. Fransiyaning to'liq nomi Fransiya Cumhuriyeti bo'lib, Yevropaning g'arbiga joylashgan. Davlat nomi qadimki qabila nomidan paydo bo'lgan. Milodidan burungi 5-asrda u joyda kartlar o'ltiraqlashgan bo'lib, ular o'zini Galliyaliklar deb atagan. Shunga keyingilarmi bu joyni Galliya deb atagan. Milodi 3-asrning oxirida Reyn daryosining tövenki eqimi atrofida tarqilib o'ltiraqlashgan German millatidan bo'lgan Frank qabilasi bu joyga besib kirgan. Franklar eng dastlab faqat Parij atrofini egillagan bo'lib, Fransiya Arli deb atalgan. Keyin necha asrlik urush va diplomatiya usulini qo'llanish orqali Frank podshohligi bugungi Fransiya bilan ancha farqsiz bo'lgan zaminni qo'lga keltirgan. Milodiy 5-asrning oxiri Frank qabilasining yetakchisi Krovi Shimoliy Galliyni besib olib, Frank podshohligining tunji podshohi, ya'ni 481-yildan 511-yillari orasida taxtga o'tirgan. Fransiya degan davlat nomi Frank podshohligi degan nomdan paydo bo'lgan. Frank so'zi nemischada asli erkin, batur bo'lib, hozirgi Fransiya nomi dal ashu asli qabila nomi bo'lgan Frankning Latinchadagi Fransiya atalmasidan paydo bo'lgan. 843-yili Fransiya mustaqil davlat bo'lgan. 10-asrdan keyin feodallik jamiyat tez taraqqiy qilib, huquq markazga markazlashgan davlat shakllangan. 1789-yili buyuk inqilob portlagan. 1792-yili Fransiya birinchi jumhuriyatni qurgan. 1804-yili va 1852-yili Fransiya birinchi va ikkinchi imperiyasini qurgan. 1848-yili va 1870-yili Fransiya ikkinchi, uchinchi imperiyasi qurilgan. 1940-yili Hitler Germaniyasi besib olgan. 1944-yili ozod qilingan. 1946-yili 10-oyda Fransiya 4-jumhuriyatini qurgan. 1958-yili De Gaulle ishki kabinet tashkillab va yangi asos qonun tuzib, 9-oyning 28-kuni yangi asos qonunni ma'qullab, Fransiya 5-jumhuriyatini qurgan. Fransiyaning yer maydoni 551 ming kvadrat kilometr. Aholisi hozirgi nufusi 70 million atrofida. Ko'p qismini fransiyaliklar, qolganini alzasliklar, britanlar, korisliklar va chet ellik muhojirlar egallaydi. Fransuz tili davlat tili, Xristian dini va yangi din, Protestant dini, Islom dini va Yahudi dinlari bor. Poytaxti Parij. Pul birligi yevro.
Aziz qarindoshlar, ko'rayotganinglardek Eiffel temir munorining oldi tarafida biz hozir. Parij haqiqatan Eiffel temir munori, Zafer darvozasi va dunyoga taniqli Büyük Meryem Ana Çirkavi qatorliq, ya'ni dunyo tarixida hozirgi zamonda eng danglik mushaq mashhur yerlar bilan dunyoning bir romantik shahri, go'zal shahri deb, ya'ni Fransiyada o'zida bo'ldi zodi. Bu Fransiyaning poytaxti emas, balki dunyoning markazi, dunyoning poytaxti deb ataydi. Haqiqatan Fransiyaning bu Parij shahrini aylangan bo'lsak, har xil madaniyat, ya'ni g'arb madaniyatining hamma narsasi ko'gili bo'ldi ekan. Agar Yevropa sayohati bo'lib qolsa, cho'qim bir qitim Parijga kelib ko'rib ketishinglarni tavsiya qilamiz. Aziz qarindoshlar, Parij Fransiyaning poytaxti va nufusi eng ko'p bir shahar. Parij Fransiyaning o'rta shimoliy qismida joylashgan bo'lib, L'Île-de-France degan rayonning markazi. Bu shahar 20 kichik rayonga bo'lindi. Nufusi 12 million. 12-asrda Parij Yevropadagi o'qitish va san'at jihatda eng kuchli shaharlarning biriga aylangan. 14-asr beshida u Xristian dunyosi ichida eng muhim bo'lgan bir yerga aylandi. 17-asrga kelganda u Napoleon orqali Yevropadagi eng kuchli davlatning poytaxtiga aylandi. 18 va 19-asrda Parij madaniyat, san'at va ko'ngilchish markazi bo'lgan. Buningdan ko'rilishga bo'ladiki, Parij Yevropaning 2-ming yillik siyosiy va iqtisodiy tarixda intayin muhim rol oynagan. Fransiya madaniyatining simvoli bo'lgan Parij har yili kam deganda 30 million sayohatchini kutib oladi va dunyodagi eng ko'p sayohat qilingan bir shahar. Shuning bilan birga Parij Fransiyaning iqtisodiy markazi bo'lib qolmay, u yana pul muomala va paychak markazi. Bu go'zal shahar yana o'zining ommaviy qatnash sistemasining temir yo'l va aydrum qurilishlarining mukammalligi bilan dunyoga mashhurdir. Aziz qarindoshlar, biz hozir dunyoga taniqli Eiffel temir munorining ostida turibmiz. Bu munorning egizligi 324 metr. Bu munor Parijning ham shundaqla Fransiyaning simvoli bo'lib hisoblanadi. Eiffel temir munori Parijning Seyna daryosi bilan yonma-yon turadi ekan. Bu Parijning 7-rayoniga sanalgan.
Aziz qarindoshlar, bu ko'rayotganlar hozirmish bunlarning ustiga chiqamiz deb dunyoning har qaysi taraflaridan kelgan sayohatchilar. Bu munar 1889-yili Parijda o'tkazilgan bir dunyo ko'rgazmasida ismli bir shaxs va uning hamkorlari tomonidan sanalgan ekan. Hürmetli televizyon köyçüler, mana hazır Parij'ninki Seyna Deryası'nın qirg'i qilib turyapmiz. Ma'u tarafida bo'lsa, bizning vatanda atalgan nom bo'yicha Büyük Meryem Ana Çirkavi joylashgan ekan. Yana bir Uyg'urcha nomi bu Seyna Deryası'nın Muhabbet Deryası, ya'ni romantik daryomi deb qo'ydi. Bu dunyoga danglik daryolarning birisi. Hürmetli televizyon köyçüler, mana hazır biz dunyoga danglik bo'lgan Büyük Meryem Ana Çirkavi'nin oldida turyapmiz. Yani bizim Uyg'urlar Büyük Meryem Ana Çirkavi deb nom bergan. Kitobiy tillarda shunday yozilgan. Ama bularning fransiyliklarning o'zining tilida Notre Dame deydi ekan. Bu haqidagimizdagi Çirkav 1163-yili yasalishga boshlangan bo'lib, 1345-yili to'liq yasalib bo'lgan. Ya'ni 200 yilga yaqin vaqt ichida yasalib bo'lgan bu Çirkav. Bunun içinin zinetlenişinin naiti yaxshi, yani sifat ko'p bo'lishi bilan hem bu darvozada 3 darvoza olup, 3 darvozaning mimari 3 xil. Bunun bilan dunyoning sayohatchilarini naiti jalb qilib kelgan dunyoga danglik bir Çirkav. Herhalde dunyoda xristianlarning bu Çirkavlarning ichida eng danglik, eng mashhur Çirkav deb qarashga bo'ladi yani.
Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qanaqa ahvolingіз? Yaxshimisiz? Alloh shukr, yaxshiman. Salomat keldingiz. Rahmat. Nereden geldiniz? Men hozir Gollandiyadan kelyapman. Parijga shu bir suhbat film ishlash, Parijni tanishtirish maqsadida kelgan. Bu yerda Qashqariya restoran degan xatni tepib keldik, o'sha yerda anglagan to'q restoran bo'lgan deb. Sizni oldi bilan bir tanigan bo'lsak, ismingiz kim bo'ldi sizning? Benim ismim Ahmet Hacı Uludu. Ahmet Hacım. Evet. Yani lakımım Hacı. İsmim, familim Ahmetcan Eli. Ahmetcan Eli. Evet. Ben bu aşkını Uygurlar için aşkım. Uygur ballar kilodu. Tamak yedi. Hazır Fransız halkı tunuvadı. Fransızca tunudu. Burun tekstil dukan aşkantım kim kiyecek. Yani şunun bilen Uygurların tunuvadı Fransızca. Tamak mı demek bir bizim medeni tamaklarımızı yani medeni örf adetlerimizin tunuvatımızda tamakta. Hacımki bu aşkını hazır aşkın neçilik oldu? 6 ay oldu. 6 ay oldu. 6 ay oldu. Sizin xaridalar asasen mişediki okuvchi balalar yoki Uyg'urlarmi yoki chet elliklarmi kirmi bu aşkına? Chet elliklar hazır köprek kirdi. Okuvchi balalarım kilovadı. Okuvchi balalar kilişte bazıları işleydi, işten sırtıda, vakit çıkarsılam kilidi. Neymiş hadisi biraz işleydiği yeri uzak boğallık. Bu rayonga bilindikan bu Parij. Qaysi rayonga to'g'ri keldi bu aşkına? Bu aşkının 10. rayonga to'g'ri keldi. 10. rayonga. Fransiya'nın qap oturisi. Endi bu yerde akıllarda Türk mahallesi var, Türk bakkalları var, Türk dükkanları var. Yani Ürümçininki Erdoğan o'xshash Türkler uchrashgan bir dokmuş bu. Uyg'urlarmi her zaman bir şekilde o'zaro paranglashib ko'rishib turgan bir makon bo'lib qoldi, ha? Qashqariyada ko'rishimiz deydi. İşi olsa bir şekilde, işi yokları mı kilidi. Bir yodenziga o'xshash, Langanga o'xshash bir dernek gibi Uyg'urlarning uchrashish bir uyi oldu bu. Nima tamoqlarni chiqarsizlar bu yerda? Mesela bir yerde çıkışta tamakta bizimki somen yani üzüp taşlap koruyan tamakımızda. Onu lağmen deyimiz lağmen, cuvavı deyimiz benşer, çüçüre, ondan keyin tok korumusu, ulanı çıkarvatımız. Polova, pollarımızga net yaxşı yağdı, künep kaldı. En yaxshi yeydigan tamoq qaysi chet elliklarninki? Chet elliklarning hozir yeydigan tamoqi benşir bilan çüçürüge yaxşı künep kaldı. Lağmimizni ko'proq yeydi. Endi uni yeyishdiki sebep yani Qashqariga, Turpanga, Ürümchiga bağan turistlar ko'pkan. Chet elliklar. Chet elliklar. Bular kelib lan ko'rib, "O Qashqariya." Sen Uyg'urum deydi. Evet men Uyg'ur desem kelib yeb bir qatim yeb ketgini ikkinchi kari yana kelyapti. Uchinchi kari yana kelyapti. Demak yani kundan kunga xaridor ko'payadi, shunaqmi? Yani demek bizim tamaklarımızda sığınıp kaptılar, sığınıvadı. Yaxşı yağdı. Siz bu Tamakların təmi yaxşı olubdu, yaxşı etkensə deydi. Ama bizimki benim kulağımda gelmeydi, lekin benim bir aşçı ağıyla var, şu it bir vadı. aşkından işi bir kilsek, tamaklarını bir kere baksak bulalım, qanday tamaklar var, bir yeb bakaylı, görüp bakaylı. Siz girin. Alors ils se tournent face au vent, même s'il leur faut serrer les dents. Ils s'en vont vers le froid du nord, et sans jamais virer de bord.
Là-bas tout près de l'Amérique, ils s'en vont gagner leur prix. Hürmetli televizyon köyçiler, adam mana bu turvatkan bir meydan. Qaraydigan bolsak, hamma tarafida yangi bir g'arb madaniyati ko'yildi ekan. Parijni sizlarga tunishtirib, herhalde yarım saatlik program tunishtirib bo'g'ilolmaydigandek qildi. Ama hakikaten sizlar hozir ko'rayotgandek, hamma binoda yangicha bir manzara, g'arb madaniyati. O'zgacha bir g'arb madaniyati ko'yildi ekan. Alors ils se tournent face au vent, même s'il leur faut serrer les dents. Ils s'en vont vers le froid du nord, et sans jamais virer de bord. Là-bas tout près de l'Amérique, ils s'en vont gagner leur prix. Alors ils se tournent face au vent, même s'il leur faut serrer les dents. Ils s'en vont vers le froid du nord, et sans jamais virer de bord. Hürmetli televizyon köyçiler, mana bu ko'rayotganimlar tarixiy bir munar ekan. Bu munar Misrda yasalgan bo'lib, keyingi yillarda Fransiya tarafidan bu yerga ekilib qo'yilgan ekan. Fransiyaning bo'lib Parijningki qaysi tarafiga qarasak, haqiqatan bunday yangi narsalarni bek ko'p ko'rgili bo'ldi ekan. Sanab tugitib bo'lmaydi. Là-bas tout près de l'Amérique, ils s'en vont gagner leur prix. Alors ils se tournent face au vent, même s'il leur faut serrer les dents. Ils s'en vont vers le froid du nord, et sans jamais virer de bord. Là-bas tout près de l'Amérique, ils s'en vont gagner leur prix. Alors ils se tournent face au vent, même s'il leur faut serrer les dents. Ils s'en vont vers le froid du nord, et sans jamais virer de bord. Aziz qarindoshlar, hozir biz Parijning eng avvat ko'chalaridan Royal ko'chasida bu yerdagi hozir bir tanık do'konlarning orasida bir Uyg'ur qarindishimizning oltin zibizini do'konini oldik. Yine sizlerle birlikte bir kirib ziyorat qilib chiqaylik. Aziz qarindoshlar, bu yerda asosan degidek Fransiyada yashaydigan bir savdo markazi ekan. Bu yerda hozir bir Uyg'ur qarindishimizning do'konini bildik. Sizlar bilan birlikte hozir bu do'konning ichida nimalar qildi, qanday ochdi bu do'konni birlikte ziyorat qilamiz. Aziz qarindoshlar, mana bu do'konning oldiga kelib qoldik. Do'konning ismi Junlon deb yozibdi. Ya'ni bu yerdagi bir ayrim marka nomini kelibdi. Sizlar bilan birlikte do'konning ichiga kirib boqaylik. Qanday narsalar sotadi, kimlar ishlaydi bu do'konda? Qani Uyg'ur qarindoshlarimizdan hozir sizlar bilan birlikte ziyorat qilamiz. Bir qaraylik. Assalomu alaykum. Qanaqa ahvolingiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qanaqa ahvolingiz, yaxshimisiz? Ismingiz nima bo'ldi? Jurat. Jurat. Sizning ismingiz? Nurali. Men ismim Abdurahmon. O'sha hozir sayohat va dunyo deb bir program ishlayotgan. Hozir shu Parij shahrini bizning Uyg'ur qarindoshlarimizni tanishtirish maqsadida Parijga kelgan. Bu yerda shu sizlarning bir Uyg'urlarning do'koni bor ekan deb anglab bu yerga keldik. Sizlar bu Fransiyaga kelgili qanchalik bo'lgandi sizga? Men kelgan 12 yil bo'ldi. 12 yil oldu. Mishada o'qidingiz. Mishada o'qidim, mana shu til tarafdan, aniki Mishada san'at tarafda o'qidim. Siz? Menga 6 yil ochdi. 6 yil oldu. O'qib o'qish bitirib, shu akimizga ish bazam shu soat. Ishkimlar birlashib o'chatamizlar buni. Bizning ishlagan narsalarning birisini bizning televizor ko'rishimizga bir yangi maslahatdan bir tal kesib baqsaq. Endi hisobda birinchi ishlagan layligim endi shu nimniki Parxonning ismi bilan ham bizningki birinchi ishlarimiz shu. Bir ko'rib baqaylik. Buni tashlay hikoyalari butun shu nima shu İpek yolu tarafidan
o'ylanib ashning ustidan izlanib ondan keyin yallayishdan başlab birinchi layligini nima shu hamda butun ash materiallar bilyardniki oltin oq oltin ondan keyin tashlari shu uyg'urcha uqmayman qanday deyilgan safir rugby Yani bu şu toutes les taşlar taşın arxil isimleri de boşuna ama Fransız isimlerini bilsiz bular. Fransız isimler, İngiliz isimler o'xshash hamda Uyg'urcha hansochi isimlar yo'q buniki. Taşlar. Adetde sodanlarcha bu yerga asosiy xaridoringlar shu mishaning yerlik fransuzlarmi yoki chet elliklar ko'p kelamdi? Özümün 3 yıl, bu şirket aşkına 3 yıl oldu. Özümdeki xaridorlarim var, bütün Fransa'da xaridorlarim. Ben bütün dünyada tanınan Place Vendôme, bütün açı zaygaçınınki, çoğun zaygaçının dükkanları işliyor. Yani aşağıdaki xaridorlarimda özleri kelip, ağırımda dükkan açqandan keyin. Mişaki vardı da, ondan keyin bu yerda şu Yaponiyaliklar, Ruslar, ondan keyin Amerikalılar, Kanadiyaliklar, yani Fransayaliklar, bütün dünyanın adamları var. Uygurlar var. Onun üstüne ben koçu sayahatçılarca qarakçı. Sakaya sayahatçılarca koçu. Sizin bu koçuğa en yakın olan dağlık yerlerden qayalarni ko'rib oldi bu yerda? Sefer dervası var. Zafer Dervası. Eiffel Munarı'na yakın bir yerga. Hani kim o prezidentden yatıdan, prezident işhanesi, prezident uyum işleri, keyinler. Bir merkez yani zaten koçunun biraz avvalma bir yerga kirishdan burun ko'rib chiqdim. Ma'ati qo'yiq adamlar o'tishayotgan egiz binolar, bir nocha evet bir yerda qo'yilibsizlar. Hani degenden bütün Paris'te 8. rayon deseniz bilmeyen adam yok. Bütün dünyada şu yerliğe en kıymetli yerler. Şu 8. rayon kiramda bu yer? 8. rayon. Oylab bakın ağır yıl koçular bir göre baksanlar bütün şu çoğun markalar dünya tanınan markaların hangisi var. Sizlerinki bu mahsulotlaringlardan setib olmoqchi bo'lgan bizning bir qarindoshlarimiz bo'lib qolsa qanday aloqa qilishdi bir internet tor bitinglar bormi televizor ko'charimizga qarab turib shu televizorimizni bir deb bersangiz balkim qiziqib ko'rgisi kelib qolganlar bo'lishi mumkin vatandagi qarindoshlarimiz yoki chet el qarindoshlarimiz yani bu programmani ko'rib qolganlar acaba qanday narsa ayliganda bizning uyg'urlar deb chunki chet elda yo'q uyg'urlarning bunday bir duka aşkını ben tunji qitim bilgan Parijda ko'rdim balkim Turkiyada bo'lishi mumkin bu Yevropada men tunji qitim ko'rishim qiziqib qolishi mumkin bir torbiyat adresinglar bormi siz? Bor. 3W chekit Junlon chekit FR degan torbiyat kirsa. Junlon chekit.com Chekit.com emas, FR Fransiya. Yani FR. Fransiyaning o'zlamış yerlik torbiyat hisobda. Aşağı kirsa yapon torbi chiqib akamiz ismini Aksel Jumaxon deb biz ismi mushtarlar munosib kammi material chiqdi. Yoki Facebook'da ma'lum materiallar. Facebook'dagi isminglar? Facebook'da shu Junlon ismi. Junlon. Bo'ldi, sizlarga ko'p iqlom tilaymiz. Inshaalloh bundan keyingi kundan kunga hayotinglarning yuqori o'rlishiga tilakdoshlik bildiramiz. Salomat bo'linglar. Yaxshi o'qinglar. Rahmat. Hürmetli televizyon izleyiciler, hazır bu Uygur kardeşimizden dükkanından çıktık. Bu koça Kırvapkın'daki bir koça olsun ama Fransa'nın yani bu Paris'in en danlık zibzunnet büyümlerinin yani dünyavi markalarının hemisinden mücessemleşken bir koçisken birlikte bir aynı pakaylı belki ki onunla ikilip kala.
Maydon Parijning Moği Muzeum deb qo'ydi ekan, ya'ni Misrdagi piramidalarning bir haliqi kichiktilgan nusxasini bir şeyga yasab chiqibdi. Hammaylar bu yerda bir xil chiroyli rasmdan tushishga amroq ekan. Ya'ni qo'lini oyogiga yo'linib olgandek qilib, yoki bo'lmasa qo'lni tutgandek qilib. Qani bizmi bir rasmdan sinab boqaylik. Chiroyli rasmdan tushamdi Misrning piramidasi qo'limiz tutgandek bir holatda. Biz bir sinab boqaylik, qanday bir narsa chiqdi bu yerdan. Mene Trayma? Tutgandek bo'ldimmi ya? Herhalde qarindoshlar piramidani qo'limda tutgandek bir ko'rinish chiqdi-ku deyman. Chunki chet ellik ziyoratchilarimiz mushlar rasm tushishga amroq ekan bu yerda. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu ko'rayotganinglar Fransiyaning Parij shahridagi Zafar darvozasi. Zafar darvozasi faqat bu Fransiyaning ishidlam, Parijning ishidlam bir dangliq emas, balki dunyoning ichida dangliq bir sayohat yerlaridan birisi. Bu imorat 1808-yildan 1835-yilgacha oralig'da Napoleonning buyrug'i tarafidan inshoot qilingan bu yer. Paris, c'est le shopping et la haute couture. Je sens la chaleur et l'amour de Paris, 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 Napoleonning buyrug'i tarafidan qurilgan bu imorat Parisning 8-rayoniga va dunyoga dangliq Champs-Élysées yo'lining g'arb tarafiga joylashgan. Egizligi 50 metr, kengligi 45 metr keladi. qayg'uga bo'lib xush kezer jahonni tushunish aqli bizda bor nemishqa uxlaymiz
tartışıp Xo'rak qara atrofga izladi nemini kutdi ko'zlar mehnat safarida qolsin izimiz mardonala harakatda. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Hozir Fransiyaning Paris shahrida Uyg'ur Tarım futbol klubi mashq qilib to'planmasiga. Bu yerga kelib bolalarning futbolni bir ko'rib bilib ziyorat qildik. Bu nihoyat Yevropaga nisbatan Uyg'urlarga nisbatan nihoyat xo'shallanarlik bir ish. Yani Uyg'urlar har haftaning yakshanba kuni kelib bu yerda futbol mashq qildi ekan. To'xtag'in ey do'stim, sana gapim bor. Qayerdan kelding sen, qayerga bongding? Yo'qmidi mungdushu mang'or hamroyim? Qaysi bir havasning o'tida yonding? Qara atrofga izladin nemini kutdi ko'zlar mehnat safarida qolsin izimiz. Nechilik bola bor bu sizning komandada hozir? Resmi top oynagan balning 20 var. Hani onun sırt bizni qo'llab, bizga ergishmayotgan 60-70 ta azarimiz var. Hammasi Uyg'ur bolalarmi? Hammasi Uyg'ur bola. Sherik Azar bolam bor, bir ikkisi bor, hammasi Uyg'ur asosiyda. Bo'ldi, inshaalloh muvaffaqiyat tilaymiz sizlarga. Kirmayaki Musa meydan ko'rishimiz kelardi. Doim bu. Maşallah. Rahmat katta. Harakatda gapni oz so'zlar. Ko'z ochdik dunyoga vapor ishtida. Shodlik va qayg'uga bo'lib xo'sh kezar. Jahonni tushunish aqli bizda bor. Nimishqa uxlaymiz tartishib Xo'rak qara atrofga izladi nemini kutdi ko'zlar mehnat safarida qolsin izimiz mardonala harakatda gapni oz so'zlar. Ey dostum, Hürmetli televizor ko'ruvchilar, biz Parijning ko'chalarini aylanib o'tib, bu yerda Tarım restorani deb bir Uyg'urlarning restoranini yeni ko'rdik. Ya'ni bu yerda hozir ikki restoran bor ekan. Birisi Tarım restorani, birisi Qashqariya restorani. Qani Tarım restoranining egasi kim o? Ishiga bir kirib, nima tomoqlarni chiqardi, bir ko'rib boqaylik. Geçerken burada Türk arkadaşlar yakında benim arkadaşım barı var. O tavsiye etti. Uygur yemeklerini biz yani uzaktan duyuyorduk. Meşhur Uygur mutfağı iyidir diye. Fakat hiç bir şey olmamıştı, nasip olmamıştı. Burada yakında bir Türk arkadaşım tavsiye etti. Dedi burada yeni Uygur restoranı açıldı. Onun şeyiyle geldik. Geçenlerde geldik, burası doluydu. Dolayısıyla hiç yer bulamadığımızdan bu akşam tekrar geldik. Bakalım yiyeceğiz ilk defa. Güzel diyorlar. Tadacağız. Evet, televizor ko'ruvchilar, mana bu Türk mehmon. Bu yerda Uyg'urlarning bir aşkın sağlıkını anladık. Uyg'urlarning tarixiy taom medeniyet faoliyatini anladık ama oldingi qitim kelgan vaqtimizda bu yer nihoyat odam jiqdi, to'shab ketgan. Shundan bugun oldin telefon qilib andan keyin bu yerga tomoq keldik. Biz Uyg'ur tomoqlarini shuni orzu qildik. Bu yerga Parij bundan bir oshna ichilganlikdan nihoyat so'yindik deydi. Biz qarindoshlar, biz hozir Tarım restoranining ishida turamiz. Mehmon hozir butun o'rindiqlarda liqqida mehmon bor ekan. Do'kon egasi bir aldirash bekaytda biz buni hozir gap qilish fursati bo'lmaydigan narsalar, chunki hozir tomoq yeydigan bir soat ekan.
Biz bir yerge tamak tizimlik var bir narsaga qarab qo'yapmiz. Polo barken 11 euro, nag'man 11 euro. Tarımın özgeçilerini ne depti? Seylanı biraz başka ko'raydi başlaydı. 13 euro ekan. Go'shtdan 12 euro turadi yani bu şu. Uyg'ur tamaklarının hamma qismidagidek bu oshxonada bor ekan. Yani bir yerde yakın yerde iki Uyghur restoranı içilipti. Bence bu Avrupa'ya nisbeten nayette hoşlanlarlık bir iş. Bu normal bula buranın ilgilerini değişecek. Fakat biz pul tepişçilam emas. Uyghur medeniyetini, Uyghur taamlarını tanıştırış maqsadını qavatimiz deb shu gapimdaydim. Mon Paris, mon Paris, Paris. Je sens la chaleur et l'amour de Paris. Je sens la chaleur et l'amour de Paris. Mon Paris. Paris, 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 mon Paris, mon Paris, mon Paris, Aziz qarindoshlar, bizning hozir turayotganimiz Parijning La Défense degan rayon ekan. Ya'ni bu yangi shahar rayoni deyishga bo'ldi ekan. Ya'ni bu Parijning New York deb qo'ydi ekan. Egiz binolar bilan yangicha zamonaviy qurib chiqilgan yangi bir shahar ekan. Manzarasini birlikda o'zini baqsaq bo'ldi. Mana ko'rib baqsaqlar bo'ldi. mon Paris, mon Paris, Paris. Je sens la chaleur et l'amour. Aziz qarindoshlar, hozir mushu yangi Zafar darvosi deb bizning Uyg'urlar ism qo'yibdi bu yerga. Bu yerning qishidagi bir qabristonlik ham bu tarafda, nihoyatda yeşilchilik. Ya'ni Fransiyaning butun atrof yeşilchilik ishidi ekan.